أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugün Ramazan'ın 3. dersimizde Ramazan'ın hususiyetleri doğrusunda söz açımız. Baştaki dersimizde Ramazan'ın hususiyetlerden 7'ni sözleyeceğimiz bugün 8'incisini sözlep ötümüz. Ramazan'ın hususiyetlerinin 8'incisi Ramazan ügünüş eydir, ilim marifet eydir. Çünkü Allah subhanahu ve taala insanga hitap kılgını da öz vahiy bilen. Kur'an-ı Kerim'den ibaret bir mektup, Kur'an-ı Kerim'den ibaret boğan Allah subhanahu ve taala'nın ilim sıfatının ilim tecellisi boğan vahiyini o ayda nazil kılgandır. Nimişke nazil kılgandır dese Kur'an-ı Kerim'de tedebbür kılış, oylaş, okuş, ögünüş, ögütüş, şu arkalık insan özünü ilim marifetlik bir insan kılıp yetildiriş. Allah'ın insan bilen boğan bu hitabıda Allah Teala'nın oku degen bu sürünün 5'ideki İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak. Senin Rabbin olan namı olan oku. O insanı elahtin yarattı, insanı bilmegen nesini bildirdi. O insanı kalem bilen xet yazışını öğretti. Degen bu muhim abzas olan mavzu olan başlaşımı elbette ki okuşunun, okutuşunun, ilim marifet erişinin ne kadar insana nispeten muhim ikenligini uqtirdi. Yani demek Allah insan bilen birinci qitim kılan hitabıda nima bilen başlagan dese oku, ilim al, marifetlik bol degen bilen başlagan. Bugün insaniyet dünyasında barlıq kirzislerinin, insanın beşir kilo atkan bala musibetlerinin hemmisi nimeden boğan dese okumağallıktan boğan, marifetsizlikten boğan, parasızlıktan boğan. Şuna Kur'an-ı Kerim'de köpüncüsü insanların aklıga hitap kılıdı. Mesela Kur'an-ı Kerim Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab. Biz bu Kur'an-ı Kerim'de nazil kıldık. Nimişka degende bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayetlerini nazil kıldık ki insanlar bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tedebbür kılgay. Ve akıl ilgilileri bunundan vaz nasihat kubul kılıp başkalarına yetkizgay deydi Allah. Onun için Kur'an-ı Kerim'de tezekkur, tedebbür, teakkul, tefekkuh deydiğen 4 abzas var. Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin ehfaluha. Ola Kur'an-ı Kerim'ni nim için tedbir kılmaydı. Kur'an-ı Kerim'ni okuş arkalık onundan bir tedbir almaydı. Ya ki olanın kalbillerde Kur'an'a karşı bir kulupla bağımı, kalbildir kuluplangan mı bulanın deb Allah subhanahu wa ta'ala şunda ayetedi. Tezekkür degeni nime degende tezekkür insanın eslişi, hatırlışı ve hatırıltışı. Ötkende unutulgan neslerini, yokutup koygan neslerini esleş arkalık, hatırlaş arkalık ottırı çıkırışı, tezekkür. Tedebbür oyunluş arkalık tedbir elip kelgisiga nisbeten özünün emilligi, hatırcemligi, dünya ve ahiretlik bahsadet için tedbirini ottırığı çıkırışı. Teakkul degeni akıldan kelip çıkan bulup, akılını işletiş arkalık akıl bilen bağ kurup, akıl bilen reşit kurup,
o'ziga foydali bo'lgan dunyo va oxiratlik narsalar bilan aloqa qurishi. Tafaqquh degani ana shu tazakkurdan, tadabburdan, taaqquldan chiqqan narsalarni o'tirg'a chiqish orqali bir qonun, intizom, tashkil, qonun o'tirg'a chiqarishi. Mana shunchalar cho'nqur narsalarni Qur'oni Karim bizga o'rgatadi. Unda o'g'allik uchun Ramazon, Qur'oni Karimning o'g'allik uchun Ramazonda Qur'oni Karimning bu ilm ma'rifatga bo'lgan chaqiriqlarini elish lozim. İnsan o'qimagan kundan boshlab o'zi hayot yashagan bo'lsa-mu, o'lgan kun hisoblanadi. Shunlashqa Ramazon bu oy Qur'on oyi deydi ekanmiz. Biz har kuni Qur'oni Karimning 5idan boshlab bilganimiz arabcha, bilmaganimiz Qur'oni Karimning Uyg'urcha tarjimalari chiqdi. Hozir har xil tarjimalari bor. Ovozli tarjimalari mavjud. Shundaqla har xil videoluk Qur'oni Karimning tarjima tafsirlari ham mavjud. Shu orqali Qur'oni Karimning insoniyatga bo'lgan ta'lim tarbiyasi, madaniy hukmlari, insoniyatning kundalik hayotiga munosib bo'lgan falsafiy qarashlari bularni o'rganish lozim bo'ldi Ramazonda. Bugun uning ustiga qo'limizda telefon bor. Qaysi suraning qaysi oyatining ma'nosini qaysi mavzuda yoki bo'lmasa kallamizga taqashgan qaysi bir savollar bo'lib qolsa, shuni yozsak, har xil tillar bilan bizga chiqarib berilgan ahvollar mavjud. Ilm ma'rifatning bugungi kundagidek taraqqiy qilgan ilm ma'rifat, ilm elishniki cheksizligi huchur davriga yetgan mana shunday bir holatda albattaki Ramazonning ilm ma'rifat ekanligini ma'nosi bilan o'rganishimiz, bilishimiz lozim. Yani 8. Ramazon ilm ma'rifat deganimiz bu. 9. Ramazon to'g'ri yo'lni tepish va xatodan qaytish ayi. Alloh subhanahu va taolo va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'vatad da'i ila da'an falyastajibu li val yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rushd hidayet. Allah Taala Ramazon to'g'risida nazil qilgan oyatdan keyin deydiki, mening bandalarim menga yaqinlashsin. Mening bandalarim sendan men to'g'rilik so'rasa, men deymanki, men ularga eng yaqindirman. Fa inni qarib, ularga hattoki ana tumurlardan yaqindirman. Ular mendan so'rsa, men ularni ijobat qilaman. Har qachon meni chaqirsa, men ularga labbayk deyman. Ondaqda ular menga ishonch bersin, menga ishonsin, menga amin bo'lsin. La'allahum yarshudun. Shunda qilganlar ular to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi deydi. Tabiiyki biz inson bo'lib Uyg'ur millati har bir shaxs dardning ichida, alamning ichida. Biz bunchalar büyük bir alamni, büyük bir musibatni, büyük bir balani Allahsız qanday ko'taramiz? Derdimizni aytishga Alloh taolo men tayyor deyapti. Alloh subhanahu va taolo men sizlarga yaqin deyapti. Ana tumurlaringizdan men sizlarga yaqin deyapti. Alloh subhanahu va taolo har narsa qodir. So'rsang beraman deyapti. Duo qilsang ijobat qilaman deyapti. Chaqirsang loyiqida men sana labbayk deyman deyapti. Mana bu sening to'g'ri yo'l tepishingga bo'lgan bir to'g'ri yo'l tepishingga munosabatli bo'lgan bir alomat dedi Alloh taolo. Ramazonning ro'zasini tutinglar, Ramazon sizlarga farz qilindi degan oyatlardan keyin la'allahum yarshudun. Sizlar sizlarga yaqin bo'lgan, sizlarni anglaydigan, sizlarni ko'rdigan, sizlarga hayot bag'ishlaydigan, sizlarni kuldirgan, sizlarni yig'latgan, sizlarni dunyoga keltirgan, yana o'z tarafga qaytib ketadigan. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo sizlarga eng yaqinken, sizlarning chaqirganingizga ovoz qo'shiman der ekan, yana sizlarning to'g'ri yo'l topolmasliginglarning o'zi bu insonning falsafasi, insonning mantiqisi, insonning logikasiga uyg'un kelmaydigan bir narsa dedi. Onun uchun Ramazon oyi insonga nisbatan o'zini tunishga, Allohni tunishga, Alloh bilan bo'lgan yaqin Allohimiz bo'lgan
Rahman Rahim bo'lgan, Sami qarib bo'lgan, ang'uch bo'lgan, yaqin bo'lgan, duolarimizni ijobat bo'lgan Alloh subhanahu va taolo qaytishqa shu orqali to'g'ri yo'lni tepishga vesile bo'lgan bir aydir. 9-incisi bu ay o'zaro afvuchanlikni va kechirishni tashabbus qiladigan aydir. İnsan xatolikdan xoli emas. Her bir insan Allah subhanahu wa taala xatolik ustiga yaratgan. İnsan xatolik qilgan bir xususiyatni Allah subhanahu wa taala insonga bergan. İnsonga ikki xil xususiyatni bergan, insonning ichki dunyosi o'g'irlashtirgan ve nefsin ve ma sawwaha fa alhamaha fujuraha ve taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah Teala can bilen qasam dedi ki Allah Teala o canı yarattı. O canğa yamanlık qila oladigan bir xususiyat, yaxshilik qila oladigan bir xususiyatni Allah subhanahu wa taala berdi. Ama o insan ichki dunyosidagi vijdonning, irodaning, yaxshilikning darxiga suv quysa, o insan aflaha man zakkaha, o nefsini poklagan bo'ldi. Maliki quvvat kuchlanib, o insan en yaxshi insonga aylandi. Ama o insan ichki dunyosidagi fojirlik darxini, fosiqlik darxini, gunoh ma'siyat darxini sug'asa, o insonning ichki dunyosiga fojirligi, vahshiyligi, odamiy insoniylikqa qarshi bo'lgan shaytoniyligi ulg'aydida, o inson insonlikdan eshib vahshiylikka, vahshatga aylanadi. İnsan unsu ulfiyatda mushtaq. Vahshatning qarshisi unsu ulfiyat, insiyat degani. Shuna o insonning qalbida ikki xil daraxt bo'ladi. Qaysini sug'asa, shu daraxt mevagan bo'ladi. O inson shu daraxtning sohibi, shu daraxtning soyasida soygan bo'ladi. Shuna inson xatolikdan xoli emas. Bunday sharoitda bir insonmi ayıpsiz yer izlesen, yersiz qalasan. Ayıpsiz dost izlesen, dostsuz qalasan degan bizning ajdodlarimizning naqli mavjud. Shunga insonga insondek muomala qilishimiz kerak. Biz boshqalar bilan bo'lgan o'lchimimizda o o'lchamni o'zimizga avval qo'yish kerak. Boshqalarni janglaganimizda o jangga avval o'zimizni qo'yish kerak. Shu o'lchamga men kelamdimi yoki kelmamdimi? Shu o'lcham menda bormi yo'qmi? Shu eg'irlik menda bormi yo'qmi? Deyish kerak. Shuna agar biz insonlarga qo'ygan o'lchamni Allah bizga qo'ygan taqdirda biz albatta Alloh taolaning jannatiga kirmaymiz. Jannatiga asla yaqinlashamaymiz. Buning uchun Alloh afvun g'afurdir. Afv qilg'uchidir. Afv qilmoq, kam qo'saqlik qilmoq insoniyat dunyosiga Alloh subhanahu va taolaning kam qo'saqlik qilg'uchi degan sifatining bir tajallisidir. Agar biz afv qilmagan bo'lsak, afv bizda bo'lmasa, ayni vaqtda shu afv Allohda bo'lmasa-chi, Allah bizni afv qilmasa bizning holimiz nima bo'ladi? Shuning uchun ey inson, sen bir-biringdan kechir, kechirsan men kechiraman. Shuna insonga nisbatan kechirim qilish, afvchanlik qilish insoniyat jamiyatida suvga o'xshaydi. Bir insonning ba'zi yerlari mehnat to'lab ketsa, tartib sunsa, suv bilan taratagandek, afvchanlik insoniyat dunyosining ma'naviyat dunyosidagi bir suyudir. Shu orqali pokizlanadi, shu orqali tarat oladi, shu orqali ibodatga, insoniyatga, insoniy xislatga loyiq bo'lgan. Shunga bu ma'nodan ilib aytganda Ramazon afv qilish va kechirish aydir. Shu Ramazonda albatta ki birimiz bilan o'tib ketgan, azarlagan va yoki bo'lmasa moddiy va ma'naviy jihatda haq-huquqlarimizni tajovuz qilgan, haq-huquqlarimizni yevagan bo'lib qolsak, albatta ki biz moddiy ma'naviy jihatda shu insonlar bilan yuz ko'rishib, afv so'rashimiz, moddiy narsani ilg'agan bo'lsak, qaytirishimiz mana bu bak muhimdir. Chunki kelar Ramazon kim bor, kim yo'q, uni hech kim bilmaydigan gap. 10-incisi bu Ramazon hamkorlik oyidir. Ramazonda hamkorlashishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zi och turib, o'zi to'q turib, qo'shnisining ochlig'ini
yoki qarindoshlarining yoki xalqining ochlig'ini bilib turib o'zi to'q bo'lgan odam mo'min emas dedi. Shundaq Rasululloh shaxsiyatchi odam mo'min emas dedi. Iymon quruq so'z, lab da'vodan iborat emas. O'ldig'in bo'lsa amaliy harakatdan iboratdir. Biz har qachoniki biz bir nefes ağınımızda hörlük nefeslerimizni ağınımızda şu hörlük nefesini alanmayotgan xalqimizni biz her iftarda dostqanğa nazu nimetlerini tizginimizda bir uçum nanğa, bir suğa, bir tal xomuğu çağılıq yoki bo'lmasa bir iftar duasını o'qiyanmayotgan mushundaq narsalarga muhtoj bo'lgan xalqimizni ko'z oldimizga keldirmasdan iftar qilsak, albatta biz o iftarning foydasini olamagan bo'lamiz. Har qachoniki biz qo'shig'imiz to'yganimizda iftarlikdan keyin so'g'irliqda yani shu yeyishki yo'q, ichishki yo'q, bir duo qilish uchunmi og'zini midiltanmayotgan, ro'za tutolmayotgan yani shu xalqimizni o'ylamay turib Ramazon tutsak, bizga o Ramazon bo'lmaydi. Ro'za olmaydi. Şu insaniyet dünyası eğer birisi bilan hamkorlashish uchun, o'zaro hamkorlashish va yordamlashish uchun bo'lmasa, insoniyat dunyosining yaratılışida hech qanday maqsad, g'oya yo'qdir. Buning uchun osmon, zamin, yer shari, koinotlar birisi bilan hamkorlashmoqning ichida davron va jarayon qilmoqdadir. Bu nimani bildirdi desa, ey inson, sana xizmat qilayotgan koinot birisi bilan hamkorlik, tashkil, intizom ichida jarayon va davron qilmoqda ekan, albatta ki sen bu Ramazon madrasasi orqali, Ramazon maktubi orqali o'zaro hamkorlashish va yordamlashishni yetildirishing lozim deganni uqtirdi Ramazon. Bu ma'noda olib aytganda Ramazon hamkorlik ve yordamlash eydir.